bizni aldayotdi. Bağlashim meni. Cho'qim biz o'tib chiqamiz. Bizmi? Futalamdiq. Albatta. Qarab tur, kunda go'shtni yeymiz endi. Qahni damig'i tushib ketmasak bo'ladi-ku. Voyja! Hammanglar diqqat qilib anglanglar. Musobaqa jarayonida bir-birini istirishga, bir-birini tortishga, boshqalarni so'qishga qat'iy bo'lmaydi. Satkap qilishga texim bo'lmaydi. Diqqat! Chiqishga rostila ko'zing yetamdi. Diqqat! Albatta. Qara, ular bizning oldimizda. Nimati? Başlanglar! Yaraysan. Mana bu mukofot. Buning bilan bir haftagacha go'shtni yeysan. Sizga ko'p rahmat, serjant. Nima qilyapti u? Demadimmi, bizni aldaydi deb. Ishqinglarni ta'lim ekan. Birinchi darajalik mukofotga erishdinglar. Sizlarga berilgan mukofot yangi vazifa ijro qilish, ya'ni tushdashni o'g'irlab kelasizlar. Bizga go'shtni qachon bersiz, serjant? Albatta uningga. Yo'q, uzun tura. Sen uqanmay qolsan, go'shtdan ikkinchi darajalik mukofotga erishganlarga beriladi. Lekin biz unutib qoldingmi? Men degan-ku, o gapida turmaydi u deb. Bilaman, mening kashf qilgan narsalar sizga bak yoqadi, podshoh alilari. Men yasagan ovoz o'zgartish asbobini ko'rsanglar, cho'qim yoqtirib qolalar. Shundaqmi, Opik? Men ishonmayman. Ishonmasizlar, sizlarga hozirla sinaq qilib ko'rsatay, podshoh alilari. Qarasizlar, men bu yerda turib, gap qilsam ovozi boshqa kishinikidek chiqadi. Har qanday odamga o'xshatib chiqara olayman. Hatto yaxshi tush odamlardakmi chiqara olayman. Yana texi. Tushdishi yulduzini do'riy olayman. Undaq sen bu g'alit asbobdan qanday foydalanmoqchi bo'lyapsan, Opik? O'lish qo'ydim, podshoh alilari. Buning o'zi bir uloq kashfiyat. Men tushdishi yulduzning ovozini do'rab, chuvoyni oldiq sharqila. Uni u yerdan katta deb aytaman. Bu uloq plan ekan, podshoh alilari. Qanday aldaysan? Biz tushdish yulduzning ovozini do'risak, u oldimizga keladi. Shuning bilan uning o'rniga boshqa birisini saplaymiz. U tushishni o'g'irlab keladi. Bu chog'da yaxshi tush mamlakatidagi Lofus bilan Amberli sog' bir kun sarf qilib oy nuri yig'ishni o'rgandi. Kech kirib qolgan edi. Ular birinchi dasta oy nurini yig'di. Qara, men yig'dim. Biz birdan bir uyg'unib og'dakmiz-da. Men potir. Chiqpachi yig'dik. Bu yerda yana potir. Rahmat sana Potter. Lofos Amberli asqatdi. Ishkab birdamda toshadigan bo'ldi. Buni xeyli uzungacha ishladim. Kimdir bu? Diqqat qilib anglang. Shvoy, yaxshi tush yulduzning sizga gapi bor. Joni yulduzda jiddiy ahvol yuz berdi. Darhol keling. Yana bir takrorlayman. Darhol yo'lga chiqing. Tova qildim. Nemish bo'lganligini uqamadingizmi? Uqmadim. Avval bu yerdagi ishlarni bir tuzashtirib yetaymiz. O'rningizga birini avatiman. Ayol qolmay boradi. Darhol yo'lga chiqing. Tugidi. Hozirlamag'ayamizsan.
Qarısılar, padişah aliləri, qarısılar. Sizlər anlığanmı? Tarixda sənət bilən farasətni heç kim bundaq yaxşı birləşdirəməyən. Bu layihəni mən bütün zehnimdə sərf qilib, tüzüb çıxan padişah aliləri olanı bütünləy aldı ötdü. Qachon qaytib keladiganligimni bilmayman. Sizlar yangi keladigan tush elchisi bilan obdan hamkorlashinglar. Kimning kelishidan qat'iy nazar deganimdek qilinglar. Kim kelar efendim? Bilmayman, Amberli. Lekin uning xizmat usuli menikiga o'xshamasligi mumkin. Shunga imkoniyatning bericha uning xizmatiga moslashib ishlanglar. Qandaqli yo'l yo'riq bo'lsa, astoydil ijro qilinglar. Xo'p efendim. Sizlarning eng muhim vazifanglar tush teshini qo'g'dash. Tush elchisi kelgacha hargiz bexastalik qilmanglar. Ehtiyot qilinglar. Uqdinglarmi? Uqdim efendim. Rahmat Potter. Shunaq bo'lsin, ishinglar o'g'ishliq bo'lsin. Men amal bor, tez qaytib kelaman. Qo'y! Hay, ehtiyot qiling. Nima degan adolatsizlik bu? Opik qanday so'zlasa biz uni aylantirib ekanmiz. Birinchi darajalik mukofot mushuker. Bu ishqu herhalde bexatar. Tush teshi o'g'irlashdan-go ko'p bexatar. U degan jonni tikib qo'yib qildigan ish. Patak. Aslida bizga bir haftalik go'shtdan bileti berish kerak edi. Biz qahning damiga tushib ketdik. Aldanib ketdik. Bizni oldi de ahmoq. Kelinglar birodarlar, vaqtni ching tutib bu saymanni qurashtirib o'taylik. Ondan ikkinchi qaror ishni boshlayib o'tamiz. Ikkinchi qaror ishni? Ma'lum sabablar tufaylidir. Padişah mening tush elchisi haqida yaxshi mamlakatga berishimga qo'shilmay, singlising sharatni berishga ko'ndirishimni taklidi. Sharat. Biz sharat malikini nasihat qilib chiqishga opik bilan birga boramiz. Efendim herkes bir hastalık qilmanglar degan. Shunga yangi elchi kelguncha naytsagat qolayli. Biz avval o'yinchi o'ynab turayli. Derizlarni yechib etayli, uyning havosi almashsin. Hey, opik, shishiriki nima? Nima bo'lmoqchidi? Yomon tush. Sharat tush teshini og'icha yomon tush taqib turayli. Shuna qilayli. Ajab obda o'ylabsa. Albatta. Qadrli tomoshabinlar, bu qorong'i o'rmon. Sharat mana o'sha yerda turadi. Yodinglarda bordi. O'tgan navbat Opik bu yerga kelganda u chiroyini faqat ochmagan edi. Ahmoq! Sara! Qorqida uyimni nima qilyapti? Ben shunisi men. Yo'qol! Ko'zimda yo'qol! Okamning qishini ket! Mendek ilmiy, madaniyatli odamning yilida sana nima bor? Chiq, yo'qol! Endi seni ko'ra ko'zim yo'q! Ben sizlarga hunarimni ko'rsatishga har qachon tayyor. Agar sizga yordamim lozim bo'lsa, Bu yerdan ketmasam, dolaylarımı chaqirib qo'g'lab chiqiraman! Yo'qol! Yo'qol deyapman! Sizlar hargiz kirmanglar. O ilishib qolayli deb qopdi. O'tgan qatam jinimizdan ayrilib qolg'ili qil qoldik. Menimcha Opik kirsin. U sizning hurmatingizni paq qiladi. Shundaqmi Opik? Ishqilib, shundaqdek qilgan. sizlar mishani saqlab turinglar. Kachiring, malikam. Yaxshimisiz, ha? Yo'qol! Senmiding? Endi ketsan ikkinchi ko'zimni ko'rguncha bo'lma demaganmisan men sana? Mangu ko'rar ko'zim yo'q seni! Endi kelib oshmasgani tutung bilan uyimga taslaydigan bo'lsang, menda yoshlik ko'rmaysan! Mening sen bilan hech qanday aloqam yo'q! O'zini pes! Sen qamoq boshlang talatini ko'rsanda ko'nglim elishidi. O'tib ketgan cho'kkini bir nimkansa. Qaraganda ishimiz o'ng'i tatmig'idek Opik. Qaraganda u tush teshini bizga akapagili bormig'idek Opik. Tushdeshi, uni akagili meni avatmoqchimiding? Bu gapni boldiroq desang bo'lmasmidi? Bu chaqda Lofos bilan Amberli mumkin qadar o'zini sagak tutishga tirishayotdi. Potter.
Bu bo'lamdi Malikan. Meningcha bu gumon qo'zg'ab qo'yamdikin. Herkes undaq bo'lmaydi. Hamsi buni ko'rib yiqilma. Yo'q, meningdek go'zal ayolning husn jamolini butun dunyodikilar ko'rish kerak. Yuzini etib olsam, afsuslanarli ish bo'ladi. Lekin ular sizni tanib qoladi. Hech qanday kishi go'zallikni yo'chirishni xohlamaydi. Buni sen tushunishlik. Lekin tishlashni qo'lga tushiraman deydi ekansiz. Bir oz qurban bermasangiz bo'lmaydi, Malikan. Hargiz bo'lmaydi. O'yinib ko'ray. Lekin shartim shu, o'zimga yarashmagan har qanday narsani beshimga otmayman. O pek bir muncha kulkili fikrlarni o'ylab chiqqan, ammo bu qitim qisi burunqidanmi kulkilikdek qiladi. To'g'ri deding. Azroqli aqli bor odam uning saxt ekanligini asonda bilib oladi. Xush gapsiz, siz chiqqan kishi elchisiga deyman. To'g'ri dedingiz. Kiring, rahmat. Kiyimingizni soldirib qo'yaymi? Yo'q. Tashqi dunyo teramga reaksiya qiladi, aks ta'sir qiladi. Bu nozik teram nurga bardoshlik beramaydi. Shuning men hech narimni ochiq qo'ymayman. Tayyorlik xizmatini qilib bo'lib, shu ishlarni munarga akritayli tush buvayning tush tarqitadigan vaqti bo'lib qoldi. Uqdim. Tush deyish odatda moyada turdi. Shiltadigan chog'da bu yerdan ilib bu yerga qo'yamiz. Mondaqkanda, ko'ngilli xizmatgan, bu yaxshi ishkan, ko'ngilli ishkan. Sen singlimni tishlashini qo'lga tushadi demakchimi? Opik. Az qoldi Parshali. Qo'lga tushirayli deb qoldi. Shu topda birov ham uning odamlari Malika bilan uchrash qilinmadi. Endi Malika tishlashini ilib podshohligimizga keladi. Yaxshi. Qo'pinglar, tez qo'pinglar. Tetirak bo'linglar, yo'lga chiqishga tayyorlaninglar. O'rmonlikdan o'timiz. Bu o'rmon xatarlik, serjant. Nimishqa uchib o'tmay, mashina bilan o'timiz. Chunki yeshil ablaqlar doim yupurmoq bilan uchib yurib o'rmonni tekshirdi. Bizni ko'rib qolmasin deyman, O kazoblik qilmagan bo'lsa, biz xatarga tavakkul qilib bu yerga kelib yurmaydik. Go'shtimizni yeb, uyda o'ltirar edik. Men seni bu yerga quruq gap qilgan ekanmidim, patak. Darhol mashinaga chiq. Tez. Hamma xurishmashadi, hammasi tal. Shundaqmi, Nofus? Nima? To'g'ri. Balkim, bechora shokichiklar charchab ketganda qilsizlar. Nimishqa dam olmaysizlar? Xalsanglar tushdan keyin uxlab olinglar. Bek yaxshi bo'ldi. Chiqib uxlanglar. Tush tarqitadigan chaqda chaqiraman. Tush qo'yib berishdan avval azroq xurish tanishib olsamlar bo'ladi. Ko'rishishchi xo'shamsan. Xo'sh. Bir shishiga yomon azroq orlashtirib etsanlar. Qo'ya. Shokichiklar, rohlanib qoldinglarmi? Shundoq, rahmat. Kechiring, uzun uxlab qattiq tush tarqitgan vaqt bo'lib qoldimi? Shishilarni munarga kirib bitaylikmi? Ikkinglarga ko'p rahmat. Rahmat sizlarga. Kelinglar birodarlar, kuchab ishtiringlar. Uskunlarni hakatganda, neymiş bu? Uni buzib qo'ymaganlar o'sib bo'ladimi?
diqqat qildingizmi? U sal boshqacha turdi. Boshqacha? Bo'ldi-la. Yo'qol! Uni chaqiraylik. Bu zot qandoq ish? O'zi bir nim deb baqsin bo'lamdi. To'g'ri, yuring. Tushda ishini olib ketgan bo'lsa, uni qayerdan topamiz? Oldi bilan ishni chekimiz. Ondan kechirsiz, Savdarakning singlisiga aytib qo'ysingiz. Uni sirtda 3 askar saqlayotidi deymiz. Yo'q, gapni qilma, uzun tura. Ana. Bu yoqqa keling, malikam. Biz bu yerda. Yo'qol, kalva biliq. Meni kirib, chayimni ishkili qo'y. Tortma. Elçik onca vala ishlab, menga nima kepti? Uning ustiga hozir sen bilan o'ynashdiganga cho'lam yo'q. Uqdingmi? Ha? Yaxshi tushga. Sizlarmidinglar? Tushda ishini og'il kelgan bo'lsanglar, akamga deb qo'yinglar. Men qarshimda yenib oldim. Uni o'zim ishiltiman. O'zim. Nima? Hozir farosat, go'zallik va rohat o'zaro mujassamlandi. Bu dunyoda bundoq katta ish bo'lmaydi. Shunga men vaqtincha bu yerdan ketmayman. Bu yerda bir mezgil rohatlanib olay, xo'sh. Potirg'u. O kelyapti, tushni herkes uning qo'liga tushib qolmasin. Bilaman, siz o'yin o'ynashni bilamsiz? Albatta bilaman, bilmaychi. Hozir qo'limda tushdi ishi bor. Endi mening akammi? Men kas-kamas gap qilolmaydi. Avval men bu ikki shumtakni o'jiqtirmaydi. Albatta, ular men bilan hargiz anqarlashmaydi. Nimaning ahvosi bu? Ular nima qilyapti? Aka! Nima? Chopsan, uni menga ber. Chopsan, menga ber. Odam bormi? Chopsan kelib, odam bormi? Uchishni yeb qochdi. Sadir qilmayman, juvo. Ket, qo'ng'anglar. Men bormayman. Yilimi yaxshi, tushda ishini saqlab qoldi. E'tirof qilman, Lofus. Bu qiltig'imiz asqatdi. U quruqqitini ep ketdi. Yilimi yaxshi po'qchiga silg'ab ekansan. Qoltis ish qildik. Buni men amaliyotda kitobdan o'rganib olgan. Gepimga quloq soling, malikam. Men 33 sanig'icha tushda ishni menga topshirib bering. Boshlandi. 1 2 28 29 O'shingizni tepaylang. Sizga ogohlantirish berman. Uning sabrchanligiga masligan kelyapti, nima? 30. Nima? 31 32 Uning bilan karimiz bo'lmasin. 3 O'yinimizni o'ynamay nimaga turamiz? 4 Vaqt bog'u tahi, ha?